İstanbul Arxeologiya muzeyiga keldim hozir. İnshaalloh sizga ham bu yerni ko'rsataman. Mana bu qadimiy Vizantiyadan qolgan ustunlardan parchalar. Bu tepa qismiga, past qismlariga qo'yilgan. Hozir shuncha qismi qolgan kunimizda. Bular hammasi toshdan o'yilgan. Haykaltaroshlik, bo'ymakorlik ishlovlari berilgan. Mana bu itni rasmi, itni haykali. O'sha vaqtda nima qilishgan, bu sher ham bo'lishi mumkin, it ham bo'lishi mumkin. Bular. Asl muzey binosi mana bu joy. Bu lahat, shuni ichiga odam ko'milgan. Bu necha asr? Miloddan avvalgi 6-5-asrlarda qilingan, ya'ni 2600 yillik tarixga ega shu. Ular esa qadimda ishlatilgan sopol idishlar, ko'zachalar, tovoqlar, mana bu katta vazalar, mana ko'zlar. Bunga gul qo'ygan menimcha.